Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabija A'la. Bugün yana sizlar bilan bir program ishlashni o'ylashdik. İnşallah ba'zi bir hozir oldimizda ko'rilayotgan ko'rilgan bir masala ustida o'zimizning fikrni o'rtoqlashmoqchi qarindoshlar. Bu yerlik fikrim mening o'zimga vakillik qiladi. Faqat men o'zimning ko'z qarashimdan üzəmdən egalligan uçurları bilan o'rtoqlashib, vaziyatni bir üzəmdən ko'z qarash bilan tahlil qilib, üzəmdən kalla so'yinchi uchun qarindoshlar. Shunday qilamiz hamda biz bir mustaqil bir organning yoki bo'lmasa bir tashkilotning yoki bo'lmasa bir nimaning jamiyatning bir nimasi emas. Faqat men bir mustaqil bir shu tashviqot xizmati bilan shug'ullanuvchi bo'lishim bilan üzəmdən köygen bilgen his qilganlari ve toplagan uçurlarımni üzəm kallamdım da analiz qilib, şunun nəticələrini hər birləri bilan da bir ortaqlaşıb qalaman. Bunun gipimnin toğru yerlerini qabul qilib, xata yerlerini tashlab qo'ysana bo'ladi. Onun üçün hem özümüzden bilim seviyesi, özümüzden düşüncesiga asaslanan gap qilamiz. Qandaqdir bu gipimizninki mutlaq manda bo'ladi. Zadi mening gipim manda, mening gipim to'g'ri deydigan yerda emas. Shuma qarindoshlar mana gapni ba'zi qarindoshlarimizningki tushunchasida xato tushuncha ulab qilayotgan bo'lishi mumkin. Onun uchun bir askarishni to'g'ri topdim qarindoshlar. Endi hozir shu oldimizda bir necha ko'rayotgan bir ishlar bor. Bular hozirgi yaqinda aniq bir bo'lgan ishlarimizda shu Yevropaga mangan ve mangmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizningki yo'lni xato tanlab qilib yoki bo'lmasa yo'lda masalan boshqa bir davlatlarda o'tkinchi shaklda tutilib qilib bu shaklda bo'lgan bir usullarni sanda anlab turyapmiz. Ama menishtim burun qarindoshlar biz deb o'tganman bu Shvetsiyadagi xo'sh xabar programmamizning ba'dim xabarini Shvetsiyadagi hükümetinin, Şivsiya hükümetininki Uygurlarning hozirgi vaziyati, Sharq Turkistonda uchrayotgan zulmi tufaylidan miyadagi qarindoshlarimizni qaytarish oldiga qarindoshlarimizni qaytarmaslik bilan birga yana Uygurlarga kelgan Uygurlarning amaliy ahvoli qarta ularga ruxsat berishni qaror qilganligidek vaqtliq bo'lsa-mu, bu nimasi bütün matbuotlarda o'rin ilg'li qarindoshlar. Demak, Şivsiya hükümeti qaytırlı sebebiyle bir Uygur'un zindallığı çıkıp kalışını ve yakço kişilik hukukunun depsende buluşunu qoğdaş üstüdün bu kanunu çıkardı. Bu kanun Şivsiya hükümetinin üzerine tallışı. Bunun bilen birge hatta ki bu kanun bilen birge Xitay bilen oturdu sürkülüş bulap kaldı. Xitay narazı oldu. Yani bir Uygur'u diyen müyla bir vitemsiye diyen şekilde Özanlımı köyde olmay yakından yağıyla gibi şu Xitay'dan mimarxanadan çıkıp olmay mimarxanada yatıp müşahede konumuzun şu vaktimiz toşmuş yatımız dep turbilep onu çıkarıp bitip sakşılı çıkıp etsen kendinden aylık yazsanma çirkovunun musafirlar konalgısı yetip de vaktın toşmuş şemside uyağa apırıp koysa sen bizden de kıldın dep Şivsiyan elçixanasının, Xitay elçixanasının Şivsiya turuşluq narazılık nemelerini sunup hazır diplomatik cihetlik bir sürkülüş şekliga qadam qo'ydi. Nima deganda bunun keyini de gerçi bir Xitaydan iş emas. Ani bana qilib turib Şivsiya hükümetiga mana qanaqa nemisini ko'rsatyapti-ku. Narazılık ko'rsatdi. Ham uning bilan birga Şivit xalqimi Xitayning mushundaq bir rezil, Xitayning mushundaq bir dopshoq, Xitayning mushundaq fuqarolarining mushu sayohat şeklinde kilip bolsunmu Şivsiyadagi qilayotgan mayli ko'ch-ko'chliqni tarat qilib qo'yish olsun, mayli bir yerda yovg'az, kiyiklarmish mahallimizda atrofida o'ynab yuriydi. Bu yerda hech kim bizmi demaydi. Ma Xitoylik ko'rsam yevti demas, ma tutib yevtida kiyik deganni o'ydaklarimiz mishadi, o'ydaklar o'ynab yuriydi. Uni Xitoylik ko'rib qolsa, buğaqlab yetiblar. Nima qiladi? Ama bunu bilib qolsa, mana shu hukumatda Iğralıdan da ishlanadi. Ayt Iğralıda. Ama Xitoylar unda ishni qilaverdi hamda. Mushuk pishit ushirgan hayvon bo'lsa, yeb tugitdi demas ma'qullar. Şu an bu ishlarni shu hukumatda shu xalqi bilgechga bularga nisbatan komediyelik şekilde bir narsalarni
ishlab shuni nimaga qo'ygan bo'ldi. Demak, buni oq ko'rinishi nima deganda, demak, shu Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlik sababli bir surkilishlarning meydonga kelayotganligini ko'rib olamiz qarindoshlar. Oshkora ham u demaydi, ammo hali bir narsani bana qilib turib, divaladigan, qilib oladigan ishlari meydonga chiqadi qarindoshlar. Onun uchun keladigan qarindoshlarimizninki kelishdan burun bir sağlam bir yo'llarni o'ylanib, bundaq bir tahlil qilib, bundaq bir shaklda izlanib qilish kerak. Kelgandan keyingi ishlar qanday bo'ldi deganda, bu yer butunlay o'tgangi bir programmamda boshqa qarindoshlarimiz biroz xato tushunish ulab qolibdi. Chunki mening tushuntirish uslubim bilan bir qarshi tarafning tushunish uslubida biroz farqli bo'lishi mumkin. Bu yerda qarindoshlarimizning tashkilot xizmat qiladigan qarindoshlar ishdan sirt xizmat qiladi. İşten sırt yana sizga mush qarindoshlarimizning uchirgan Shvetsiyada yashayotgan qarindoshlarimizning hukumat bilan bo'lgan munosabat shakldagi ishlar ularni yoki bo'lmasa har xil shaklda qiyinchilikni hal qilishga kuchining yetishiga yordam qiladi dedik. Ishdan sirt qiladi qilayotgan ishlari. Ammo siz ish vaqtida haq talabni qo'yib olmang, talabni qo'ysangiz bo'lmaydi. Bu yerdagi odamlar ishdan sirt qilayotgan odamlar degan shaklda tushuntirmoqchi bo'lsam, u qarindoshlarimiz bu yerdagi qarindoshlarimiz bilan kar olmaydi o'xshaydi. Bu yerdagi qarindoshlarimiz, tashkilotdagi qarindoshlarimiz hamkorlashamaydigan o'xshaydi deb qolgan bo'lishi mumkin. Unda ish yo'q qarindoshlar, hamkorlashadi. Hamkorlashadigan nuqtalar bor. Shu nuqtada siz hamkorlashib yo'l ko'rsatib, maslahat berib, "Aman manda qilmayag bering, ma xatingizning tarjimasi ma bu. Buni yana advokatingiz bilan manda hamkorlashsangiz unda deysiz" deb sog'lom shaklda o'zining fikrlarini telefonda bo'lsin debchi mumkin. Meyli bizning qandaqdir vatandagi tushunchimizda qo'limizdan tutib, ashuna apirib, mashinalarga silib, manda shaklda emas. Ishlar ba'zi telefonda bo'ladi, ba'zi mundaq bir vaqt belgilab uchrashishda bo'ladi qarindoshlar. Shu shakldagini demoqchi. Onun uchun bu masalalarga nisbatan kelgandan keyin mishaga sizni hukumat o'zining turalg'i, ya'ni yig'ilish kampi deganimiz shu yerga o'rlashtirdi. U yerdagi sizning tamoqingiz, yatiqingiz yaxsiz. Anandan keyin u tamoqlaringizni hamda o'zingiz halolni nima qilib, masalan, go'siz tamoqni yeb yurisiz. Halol deb bir tamoq ismli tamoq yo'q juma qarindoshlar bu yerda. Hamda o'sha kamplarda halol yeysiz ma'noni deb bunda ta'minlamaydi. Pul olarman, bunda nimadan jinimi yo'q. O'zining o'shadagi turi bo'yicha bir şekilde tamoqlarni berdi. Shu tamoqni o'zingiz har shaklda go'siz tamoqni yeb yeysangiz bo'ladi qarindoshlar. Tuxumli va sutli va unda bir kengri, hali qanday och qoladigan nima yo'q, ammo shu vatandagidek biz o'zimiz xohlagandagidek non, qaymoq choy, bundaq pulovlarman degandek bir bo'lmay qoladi demoqchi hamda. Uning uchun tafsili demasak hamda men kep miqpaqman qarindoshlarimizni bunga nisbatan tushunish bo'lmay, andan keyin bu qanday bo'ladigan, zat qanday bo'ladi deb nuq qoldigan ishlar bo'lib qoldi. Men kampilda tug'magan, men kampilda bombaga chiqqan yerda turish ahvoli qanday bo'ladi, uni tafsili deyolmayman qarindoshlar. Endi ba'zi yataqliq o'pchi shaklda edi, ba'zi o'pchi kengri deydi. O'xshamaydi hamda, chunki kamp turishlik yig'ilish o'rnining yeri o'xshamaydi. Hamda och qolmagidek, nima qolmagidek shaklda sizning ta'minotingizni qilib beradi. Ya'ni alitib beradi. Ammo u yerdan chiqib boshqa olsangiz u o'zingizning ish bo'lib qoladi yani. O'zim bir yerda boshqa birisini turma, boshqa birisini ish qilma desangiz, u o'zingizning munosabati bilan o'zingizning qilgan ish. Lekin hukumat oyda beradigan, masalan, hozirgi 1100 ko'y, 1200 ko'y ko'rin. $200 shu shakldagi bir narsalar bo'lishi mumkin. Shu nimangiz bitkichilik. Bitgandan keyingi hukumatning ta'minoti, ya'ni shu hukumatning o'zining, masalan, siz o'qishni bitirib ishga chiqiliq och qolmaysiz, turmush uyingizning kirasini misolga ijara olgan, shu bekitpagan yerda ola olasiz ijarasini. Ikkinchi qo'l ijaraga kirsangiz, u qimmat, u bergan puli yetmaydi. Shunga ko'stippagan o'rin rayonlarda tursiz. Shu rayondagi uyning ijarasi, tokning puli, ani kendan oylik turmushingizga yetadigan chiqimni onu beradi. Shuning bilan siz u buni to'liq ilishingiz uchun, chunki o'rlashtirgan o'qishga to'liq berishingiz kerak. Masalan, til o'rganish
kursları uğurlaştırdı. Onun şu yerde devam ettiğinizi hesaplaydı. Şunu to'liq şekilde berip kelalaysiz. Anın dinkinçe şunun kartta pulunuzda ayda to'liq alasiz. Kartınızga tushidi. Kartınızdan to'laysiz. Bu şekilde buludu işler. Anın dinkin u yerden siz tilini yaxshi o'rganib, o'zingiz xizmat tepib, til orqali, mesela har xil kurslar va uni o'qib, o'zingizni takomillashtirib, bir kasbni egallab chiqib ishlab qilsangiz, ish tepish, ishni to'g'ridan topa olasiz. İş mijiq qilay desangiz, ama sharti bor, chuqur tildan o'tkazdan o'tish kerak, o'qib yoza oladigan bo'lish kerak deydigan şekilde talablari bor. Shu talablarga tushsangiz, ankeyin siz qilmoqchi bo'lgan kasbni kinchikisini talab qildi, kurslarda o'qib chiqsiz. Kendi xizmat qilib keta olasiz. O xizmat orqali o'zingizning jinni o'zingiz boqalaysiz vaqtida hukumatning. Endi ballig'i beradigan ta'minot 1050 koy hozirgi. Bir balaga 1050 koy, ya'ni ma'lum yaxshi vaqtcha 7-8 yaş. Hazır biraz üsepte o pul. Belki 1200 koy korun etrafında buluşum ki bir balığa. O balığı belgen pul 16 yaşlıca balının nemisi gibi verdi. Dadısının kartı saldı. 16 yaşındaki balının özünün kartı ayrım olsa kartı sep verdi. O bir teminat. O hem adamın balısı ortak neyse. Ministerinin balısı aladı o 16 yaşlıca. Bunun için bu şekildeki işlerinin tertibi olmuş o qarindoshlar. Buni men to'liqlab qo'yishni loyiq ko'rdim, chunki menga kelib nima kelayotgan savollar javobiga hammaga ayrim shaklda berolmaymiz. Yana shuning bilan birga kelish yo'llarini so'ragan qarindoshlarimizga biz endi falon yo'l va manda yo'l va deyolmaymiz qarindoshlar. Mukammal askartdim. Ama sağlam şekildeki bir yolla olsa, mesela yığınlarının daveti olsun, her xil faaliyetlerinin davetleri olsun, var xillik. Şu davetlerini elep yakımız ticaretinin ya sayahatinin o şekildeki neslerde bir şu devletlerinin nimisige talebiga asasen şunu doldurup inşallah bir şekilde kilip anandikin kısmı buludu. Anandinkin qarindoshlar bu şekildeki işlerini hemmine sağlam şekilde yollarını izleyişimiz gerek. Hem de bir 5-10 milyon dolar yoki 3-5 milyon dolar yaman nima pul, bu pulni ham hammamiz qarab o'tiribdi, bu yerda qo'ymichining qo'liga qo'yib yutishni yoki so'ni qo'lga ishni hech kim xohlamaydi. Şu hamda bu ishlarda bir aldiraqsollik qilish yoki tunimaydigan odam bilan so'zlashish yoki bo'lmasa hali qandaq chidamas og'izda bir xil gap, amaliyotda bir xil gap bo'lsa, qolgan odam bilan hamkorlashmay, sog'lom odamlar bilan ish qilib qarindoshlar. O'zingni qilib keyin, "Mana ulab qoldim" deb ishning beshida maslahat yo'q. İşten keyin ana keyin manda shulab qoldi, manda ishlab qoldi. Kim ma kökkan desa vaqtida yaxshi bo'lmaydi. Ishning beshidan tortib o'zimizning ishiga o'zimiz puxta bo'laylik. Aytdi sezgirliklar atrofli ish qilaylik qarindoshlar. Ana keyin bir şey kelib tutilib qilib, men tutilib qoldim-ku desak vaqtida derhal bizning askarimiz yo'q, mayli tashkilotning olsun, mayli kimning olsun. Askari yo'q, soqchisi yo'q qarindoshlar. U yer bir bor ekan deb, ya advokat yo'q, advokat uchun pul ketadi qarindoshlar. Her ishga nima ketadi, vaqt ketadi, u yerga chuqur yerdan berish kerak, uni qilish kerak. Shuni qila oladigan odam bo'lsa qarindoshlar. Teşkilatçılar nima ish qildi? Teşkilatçılarımızın şu o'zining ishini qilib olmam degandek, anandan o'zining qilayotgan ishlari shuni qiladi, jiddiy ishlar va vatandagi xalq o'ylayotdi, xalq kuyyotdi, xalqni o'ldiryotdi. Uning uchun qanday qilamiz degan shuni kun tartibga kelish uchun shu tashkilotga shuni chapar uxlamay aeroplandan tushib, aeroplan avdilatdan modelga berib, shu yerdagi odamlar bilan ko'rishib, ahvolni deb material sunib degandek, material to'plashga vaqt ketdi qarindoshlar. Uni yo'llashga tek vaqt ketdi. Her işini qilishga shu vaqtda shu odam qilish kerak. Uni jo'ydan akil ola odam nima ish qildi degan bilan shu odam ekkaga va odamlarga maoshini berishimiz kerak qarindoshlar. Maosh berishimiz kerak. Hammadan pidagor bo'lolmaydi. Hammadan pidagor bo'lgan bilan och qoladigan ish va pidagorlikning bir ruh bo'lish kerak. Uningga o'zining loyiq shaklda bir şekilde bunun pidagorlik ko'rsatsak yaxshi bo'ladi. Och qilib, 3 kun och qolamiz, 2 kun och qolamiz, 3-chi kuni deb qoladigan ish chiqadi qarindoshlar. Şunun için özümüzden ham o'ylab boshqalarning ish qiladi demay to'xtabdi. Men qilolmagan ishni qilayotgan bo'lishi mumkin. Boshqalar bir şekilde bir ish qilayotgan bo'lishi mumkin deb, o'zimiz bekorlab qolsak, boshqa odamlar bekorchi ish qilayotganda, bekor yurganda, bakchan telefon o'ynab, bakchan deb bunda qilsak, to'g'ri bo'lmay qoladi. Bu birsi shuna kelish yo'llarida biraz bexatarlikka diqqat qilsak, o'ylansak,
wow deplam Avrupa deplam qilmay bexatar yo'limiz bo'lsa degandek biz sizlarning kelishini da'vat qilib o'tganligimiz emas. Bexatar yo'lni tanlab qilinglar. Kemanglar emas, kelinglar keladigan davlatning siyosatini, keladigan davlatning ahvolini bilib, andan keyin yo'llarni bir yaxshi analiz qilib tafakkur qilib o'tib qilinglar. Palanchi qilib o'tib, tuganchi qilib o'tib emas, u tuganchi qanchalik ish qilib o'tibdi, kim u? Bunda surishtirib, shu odamning ishonchlik, ishonchsizligini bilib turib qilinglar. O, qilib emas. Kelgan gaplarimiz shunda, pokon manda debgan WhatsAppga nima yo'llasa, shuni ishini ekanmiz shu gaplarga. To'xtab turma, gapni kim qilyotidi? Bu nima da'vatidir? Buning maqsadi nima o'zadi? Bu zot qaysi maqsadda gap qilyotidi? Buning 2% gapi o'rinliqda 98%si o'rinsiz bo'lsa 2%ni asos qilmaymiz biz. Aning gapining xalqimizga, hozirgi vaziyatimizga foydasi bormi, yo'qmi? Davarimizga foydasi bormi, yo'qmi? Xalqimizni bir-birisiga kirishtirib qo'yayotamdi yoki biz bir masalani hal qilyaptamdi? Bizga obzorchilik qilyaptamdi, obzorchilikda bir narsani tahrirlab, deb buning xatosini deb chiqarib beryaptamdi yoki xalqni to'g'ri shaklda ittifoqlashtirib bir liniyaga markazlashtirib, shuni qarshi yo'llantirib ish ilib beryaptamdi. Bunga diqqat qilsa, nayt yaxshi bo'ldi deb qarayman qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan yana bu nima shaklda nima qilib qoldi? Astaslık qıstirdigan yana bir narsam qarindoshlar, shu ündüdar masalasida yana vatan bilan ündüdar bilan bo'lgan aloqamiz olsun, telefon aloqamiz butunlay uzildi qarindoshlar. Ko'pchiligimizning uzildi. Yana siz vatandagi tuqqanlar chiqarib etsa, yana bir yerni uchirib qo'yamiz deb uni kirishtirib o'taman. Yana qarsam nurg'un qarindoshlar bilan aloqalashgan qarindoshlarning hammasining ündüdar bot telefonga, WhatsApp'da biz ündüdarni Xitoyning jasuslik quroli buni ishlatishga bo'lmaydigan, buni WhatsApp yoki boshqa normal ishlatadigan telefon bilan bir yerga qochilmaslikni tavsiya qilgan. Voy nomer emas, nomer boshqa nomerda olgan nima deb, bu nomer bilan ish yo'q. Nomer bilan ishingiz yo'q. Xudo siz uyingizga o'g'rini akirib qo'yib, o'g'ridan bexatarlikdan saqlanaman deb o'g'rini uyga boshlab qo'yib, o'zingiz moyda o'tirib olgandeklar ish hamda bor. Manda yapılaq til bilan tushundirsa. Bir telefonning ichiga nomer o'xshash mashhur nomerda olgandim deb bu WhatsApp undidarni qachilib, WhatsAppni qachilib, yambi narsangizni qachilib olsangiz, u shu sizning telefoningizning ichiga kirgan narsani o'g'irlaydigan narsa bo'lsa, uning ichidagi yumshoq detal. Uning qachilib qo'yib, boshqa bir eski ishlatmaydigan telefoningizni qachilab tashlab qo'ying deb jiqdab ketdik buni. Erkin Aziya radiosidan xabar qildi, Amerikaninkidan xabar qildi, Amerikaning boshqa bilimligi kirgizmaydiganligini xabar qildi, Rossiyaning xabar qildi qarindoshlar. Bu bizning o'zimizning ishimiz bu deb olganing gapimiz emas. Har birining bexatarligini ko'zda tutib, bu narsani yiroq turishimizni, buni qachlash ishlatmasligimizni tavsiya qilyapmiz qarindoshlar. Uning uchun shunga bir diqqat qilib qo'ysanglar degan maqsadda buni nima qilib. Andan keyin hozir pasportning vaqti to'shab, Xitoy pasportining vaqti to'shab, Xitoy nimasiga borsa, elchi qildirib olsa, yeshil pasport deydiganligi. Bunda bir qatimliq ishlatadigan bir nimani beryapti. Uning unumlik vaqti 2 yil deydi ekan, ammo uni jiq davlatlarga vizalab bog'lamaydi qarindoshlar. Amal va shunda vaqt pasport vaqti to'shab ketgan qarindoshlarimiz amal bor. Agar aniqki qarindoshlar bir narsa aniq bo'lsin. Xitoy pat muddatda sizga o'zgarib qoladigan yoki bo'lmasa pasportingiz o'zgarib qolgan shular biroq o'zgardi. Hozirgi vaziyatda biroq o'zgardi. Inshaalloh o'zimizning pasport bilan kirib yoki o'zimizning yo'l bilan kirib ketamiz vatanga. Pasport kerak qilmaymiz. Xitoyning pasporti. Nima pasportini qilmaymiz. Bu bir. Ikkinchi, Xitoyning hozirgi vaziyatda o'zgarib qoldi, ma bizga yana aytgan pasport ishlab berib yo'lni ichib yutib qolama baba deb, unda yolg'on gapga ishonmang. Yolg'on gapga ishonmang. Xitoyning hozirgi maqsadi, hozir mana Xitoyning kommunist Xitoyning maqsadi mushu hozirgi Uyg'urlarning butunlay aloqasini uzish, vatandagini dumlab ashna bir shaklda uni buni bir-birlab shaklda yo'qotish. Hozirgidek aynan lager sulash lagernikini jiddiy shaklda mana 10-23 kundan boshlab itib biz ayada janvardan nima qilib qo'ychi Xitoy hozir ashad butun lager qarindoshlarimizni ko'pinchisi ishkir o'liklarning ba'zi bir turmalarga aynan Gansuda selayotgan 100 ming kishilik turum bo'lsin, boshqa yerga 100 ming kishilik turumlar bo'lsin, ya'ni yushurun biz bilmaydigan nurg'un turmalarga bularni yo'tkab tarqoqlashtirib, ularni shu shaklda yo'qitib o'tish. Tarqoqlashtirish bilan yo'qitib o'tish uchun qarindoshlar. Andan keyin qo'yib birdi deb umidimizni
ümit qilib qolmang Xitoy hozir Xitoyning vaziyatida qo'yib birdi deb o'ylab qolmoqchiman. Ayadagi vahshiylikni, ayadagi cho rezillikni Xitoy ayadagi guvochilik bilan qo'yib bir bizga inimizga qo'yib bermaydi. Xitoy o'ltirdim degan maqsadini siz shuning shuni qanday qutuldirman degan shaklda izlanishga tirishing qarindishim. Anandan keyin bu vaqt pasportning vaqti to'shab ketib qolgan aniq. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yildan beri vatanning sirtidagi qarindoshlarimizning pasporti to'shashga boshlaydi. Bu vaqt qanday bo'ladi degan amal siz ya Xitoyning shu pasportini olasiz yoki bo'lmasa yo'lingiz varsa bir xotirjam davlatga bir joylashib olasiz. Ama uningdan sirt qilib qolgan qarindoshlarimiz qanday bo'ladi deganda hech nega ma'nmaydigan ahvolga duchor bo'lib qoladi. Yutkilamaydigan ahvolga duchor bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa amalsiz kirib ketishga majbur bo'lib qoladi. Shunga Xitoy bu shaklda ya tarqalishib nima qiladi yoki bo'lmasa amalsiz bilan oldimizga yo amalsiz vatan qaytadi. Chunki o pasportlar vaqt o'tib ketsa vatan qayt qilib bo'ladi. Onun uchun Xitoy bu shaklda yo'q demakchi. Onun uchun Qirg'izistondagi o'tning ambaning kuyishimi bekor kuygan narsa emas. Buni demak 100% Xitoyning qo'li bor deyman qarindoshlar. Hamda bu boshqa O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning pasportning vaqti o'tgan bo'lsin yoki u bo'lsin yo bu bo'lsin bir şekilde hazırdan başlap oldin tayyorlik qilishimiz kerak. Bir bexatar bir davlatga uyat yutib azroq olsin bir jinimni saqlab qilay. Azroq olsin hozir qizim biroq bir plan qilay. Yam ya o'ngishib qolsa ketma. Yo'q qarindishim. Agar unday ish bo'lgan bo'lsa siz sabr qilib turing deydik. Hozir sabrni boshqa yerda qilib turamiz qarindoshlar. Buning sabrining sababini qilishimiz kerak. Ütep ketidi. Bu ishlar ütep ketganda siz bilan biz nada qolamiz? Biz qanday ütep ketamiz bu yo'ldan-chi? Bu masala bor-chi miyada. Shu hozir siz Alloh rizoligi uchun shu ashlarni qutqizish uchun xajilmagan pulingiz, ashlarni xajlash ishlatish uchun xajilmagan milingiz uchun sizni filtrat ko'rigini o'tkazadi soladi-chi. Bermagan pulingizni o'tkazadi soladi. Yaqinlaringizga esilib pullar echib ketishi mumkin-chi pastga. Shuna qarindoshlarim, biraz hushyor bo'laylik. Biraz nimaga xajlashni, nega berishni, qanday ishlatishni bilaylik qarindoshlar. Bilaylik. Biz mavo kallamiz bilan balkim Xitoy buningdan ortiq nurg'un planlarni, nurg'un qiltaqlarni qurayotgan bo'lishi mumkin. Biz shu amal ba mudofiada bo'lsin, o'zimizni qo'g'dashga bo'lsin ishlatdik. Aningdan keyin deganda mana shu ayadiki xalqimizni qanday qutqizamiz, ulardan Xitoydan umid kutib ayni bilgan bir qozoq qarindoshlarimiz chiqib qo'yapti. 8 oyning yog'i Xitoydan aydadamni ayt qo'yib beray, o'yin qo'yib beray deb umid kutgandik. Mana 8 oy bo'ldi. Tek qo'yib bermidi. Davada qarindoshlar. Xitoy 1 yil deb akirib ketgan ana 2004-yili esildi ba. Ay shu Urumchi kanallaridan tatib, voy mana bularning asabiy ideyasini anda qilamiz degan narsa qanday bo'ldi? 1 yildan keyin maktabni bitirdi bular. Salomat chiqdi. Undan keyin bularning miyasi oppoqlab ketdi. Degan yolg'on gap qarindosh, yolg'on gap. Mayli miyasini jumsun, uning ichiga akirib oldimi Xitoy? Yo'qitishni maqsad qilib akirdi. Siz bilan bizni oldi deb ularni tarbiyalaymiz, o bu degan shu sizni biz uchun aldayotgan gapi u, aldayotganchimda. Yolg'on so'zlayotgan gapi. Shunga hozir mushunda yolg'onchining, mushunda 70 yilning yog'i bizni osmonda saqlab bizni aldab kelayotgan, bizni cho mushunda yozlarcha besib turayotgan bir zolimning gapiga ishinib hozir mashinada umid kutib, qanday dema tuqqinimni, anda desam manda bo'ladi. Hozir oshkorlamsam yaxshi bo'ladi. Andan keyin bu nimada Facebookda oshkorlab qo'ygan bilan, YouTube'ga chiqarib qo'ygan bilan nima foydasi bo'ldi? Foydasiz qarindishim, foydasiz nurg'un yerlarga beryotidi, nurg'un xizmatlar ishlanayotidi, nurg'un uchurlar to'planib, shu guvohlik bergan qarindoshlarimizning gapidan nurg'un uchurlar to'planib Xitoyga tom necha yuz betlik guvohlik nimasi nimasi to'planayotidi. Material to'planayotidi qarindoshlar. Bu material orqali Xitoyning oldiga shu dalil isbot bilan qo'ya oladi ma'vo kishilik huquq tashkilotlari, dunyodagi insonparvar davlatlar bu shaklda besim qila oladi.
O besimga şu siz bilen biz delil ispatını berişimiz, siz bilen bir oturga çıkıp guvalık berişimiz, siz bilen biz namayış o şekil arkalı karıştırışımız, siz bilen biz Xitay tecavüzlerinin hazırki meyli halkımızın yötkevatkan bolsun, öldürüvatkan bolsun, her xil şekilde kılıvatkan işlerini paş kılışımız gerek. Kardeşler, türmedeki qarindoshlarimiz biz sizlarni qo'rqatganligimiz, o'zimizning yurgan, o'zimiz mujg'alligimiz emas. Ma haqiqatni tushunib, buning qiliqi parvosiz qarabog'inimiz bilan, ya bo'ldi men buni men anglamasam bo'ladi degan bilan bu tutmaydi. Bu reallikdan beshingizni kechib qutlamaysiz. Men bir to'yga qushning misolini anlatdim sizlarga. To'yga qush o'xshab beshimizni qumning ichiga tiqiliblam, ya'ni ostiga tiqiliblam. Bedenimiz yo'g'on chiqarib qo'yib, meni ko'midi, men buni qutlab qoldim. Meni kuzam ko'mislam hisob qo'y desak, vaqtida bedenimiz ko'rinib qoladi şu. Bedenimiz ko'rinib qoladi. Bizning ko'zimiz yummag'imiz bilan bedenimizning bir yerga yumg'ilolmaydi qarindoshlar. Onun uchun biz bu zulmdan, bu hozirgi reallikdan bosh tortib, ya men o'ylamasam, ya men tuqqanlarim ekanmiz, ya tuqqanlarim ekanmiz, chidib yetamdi turmada, ya 5 yil 10 yildan keyin tuyib ketadi. Alloh bersin qila. deb qo'ygan bilan bitmaydi. Allah bizni mushu tuqqanlarimizni, mush qarindoshlarimizni qutqizish uchun qanday fidokorlik ko'rsatishimizni talab qilyapti. Bu biz uchun bizning tuqqanlarimizmi ham biz uchunmi bir sinoq maydoni hozir. Bu sinoq maydonidan qanday o'tishimiz siz o'zimizga bog'liq ish. Hozirgi reallikda bunun qarshini bu. Men nima ish qila olaman degan gedimga ish yo'q hozir. Men nima ish qilaman? Biz ish qilsak bo'ldi, yoshlab bersanlar bo'ldi deganda bir yilning oldida. Hozir mushlab dedi, hamma ishni boshlab berdi. Imzo to'plash, guvohlik berish, hattoki shu ba'zi bir uchurlarni yetkazish, namoyish qilish, qarshilik ko'rsatish, yolg'iz kishilik bo'lsin, qarindoshlarimiz o'tirib chiqib qiladi, yolg'iz kishilik bo'lsin namoyish qilamiz debchi. Nurg'un axborotlar, nurg'un dunyo jamoatchilik insonparvar insonlarni shunga ma'qul qildi. İmza to'plash orqali nima qildi deganda, imzo to'plash usuli orqali tashviq qilindi qarindoshlar. Ma davarimiz, ma zulmimiz, ma qilinayotgan Xitoyning ziyonkashligi dunyo xalqiga tashviq qilindi. İmzoning menga foydasi bor degan men shunda bir tashviq qilinayotdi, tashviq. 100 ming odamni chechib turib, ya 100 ming odamni to'plashga necha ming odamni o'rnini to'g'izib qo'yib turib, men ishni qilishga tashviq qatning kuchi reallikqa. Xalqaro bilmemdi vaziyet ne deydi ekan ba'zida. Xalqaro hammani biladi. Ammo siz bilgidek dalil isbotni texim yaxshi ta'kidlab bersangiz, Xitoyning tanozini tortganga asos bo'ladi. Hammani bir davlat o'zining askarini, istixborotini hammani meni qilib qilmaydi. Hammasi Nabijonning, Mehmetning, Ahmetning, Sametning uyiga berib bo'lmaydi. Shu Nabijon bilan Ahmet Samet o'rnidan turib, men mening dadamni, onamni, akamni, achamni menda qilyapti. Ekirib ket yo'q qumala. Deb o'rnimizdan chiqalsak, ana keyin Xitoyga cho, "Ha, men Nebijonniki menda qilibsan-ku. Qanimaning aksi, qanimaning onasi" deydi Xitoyga. Shu degan gapni biz xalqning og'ziga biz deb bersak, ana keyin bo'ladigan ish qarindishim bor. Guvohlikning qo'lidan nima keladi? Facebook chiqarib qo'yganning qo'lidan nima keladi? Mujda ish keladi qarindishim. Siz mujda ishnimi tafakkur qilinmagandek yerda turibsiz. Unda qilsangiz o'zingiz xiyonat qilgan bo'lsangiz, tuqqanlaringizni o'zingizning qo'li bilan xumdanga sepib bergandek bo'lasiz. Shuning uchun biz qarindoshlarimiz hammamiz o'zimizning qila oladigan imkoniyatimiz yetgan shaklda o'rnimizdan turib, men nima ish qila olaman deb o'zimizga savol qo'ysak ham chiqir buning javobichi. Men namoyishga yaramdim. Men imzo to'plashga yaramdim. Men Xitoyning zulmini qo'limdagi dalil isbot kelgan uchur bilan oshkorlashga yaramdim. Men Xitoyning munofiqlarini oshkorlashga yaramdim. Men Xitoyning qilayotgan rezillikligini, qilayotgan mushu nimani har xil tilda anglashga yaramdim. Dunyoning har xil tilini biladigan qarindoshlarimiz har xil tilda qilyapti qarindoshlarim. Hammasi qila olmayman degan odam, o'zi men ishni qilsam bo'ldi degan mush vijdoni sal tepki bergan odam, yurgini tepgan odam ish qilyapti qarindoshlar. Faqat uni bilinmagan, uni tushunmagan, tushunishni xohlamagan odamni ish qilolmaydi. Qilolmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, Alloh hammamizni ishlarini oson qilsin. Xitoydan umid kutib, vaziyat o'zgarib qoladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb unda o'zingizni aldamang qarindishim. O'zingizni aldab, vayron bo'lgan kuningiz mushu. Buning degan qanday bo'ldi deganda o'zingiz vayron bo'lasiz. Shu natijangiz nol bo'ladi shu. Qilganingiz nol bo'ladi. Xitoy bütün nimisi bilen hazır, bütün küçü bilen
yuqtu yutmaydigan tarafdan hech bo'shimadi. Xitoy halok bo'ladi qarindoshlarım. Xitoy halok bo'ladi. Siz Xitoy halok bo'lmaydi, bunday kuchli atomi va askar va necha million askar. Bika askari, bika. Allah xalsa halok bo'ladi. Lekin halok bo'lishqa siz bilan mening hassam bulamdi bo'lmamdi. Buni o'ylashingiz bo'ldi. Bu halok bo'ladi Xitoy hamma halok bo'ladi. Ammo uningga siz bilan mening hassam bulamdi bo'lmamdi. Buni o'zingizdan agar Xitoyni o'chkiradigan, Xitoydan intiqom olaman deydigan, Xitoydan qarshi harakat qilaman deydigan o'g'avali bo'lsangiz, mening hassam bo'lsin deb o'rningizdan dastursiz. Xitoyga qarshi harakat qilasiz. Xitoyni cho amal bir şekilde çoğu küçüğünüzün imkaniyeti her yer gidiyor. İqtisad gidiyor o gavalının küçüğü, siyaset gidiyor. Vaktisiniz vaktin çıkara alaysınız. Kanday şekilde izlensiniz, şu şekilde bir izleniş çoğu imkanınız çıkıyor. Şu imkaniyetin yaratışka izleniş şu üzerinizden vicdanınıza bağlımış. Şunun için bir gün vakit münasebetlerini söyleyip kaldım kardeşlerim. 30 minutla gidip kaldı. Aslında ben şu 15 minut işte kontrollü çıktırışattım. Ama demisek gep yığılıp gidip vardı. Onun için bunu değişik toğır tattım kardeşler. Şuna her bir anla Cenab-ı Allah'a tapşırıp gepimden toğır yerini kubuluklarına hatayalar kıp kalsın. Hani kendi programımızı kollaşın unutmanglar. Manda barmak basılsın biz şunu unutmanglar. Hani kendi programımızga azab oluşunu unutmanglar. Ama kanalımızga. İnşallah her bir anla biz fakat salih dualarına muhtaç. Allah rızalık için biz için bek qilib qo'ygan salih duolarlar bizga sizning eng zo'r destinglar, eng zo'r tasallilar qardoshlar. Alloh hammadan razı olsun.